Vitinha Real Madridga o'tadi. U Realning yarim himoyasini tartibga keltiruvchi yagona futbolchi deb aytib turgan bir paytda u Realga kelmasligini, u qaysi jamoada o'ynashligini va kelajagi haqida biroz gapirdi va ayni damdagi Yevropaning top 3 ta eng kuchli yarim himoyachilarini aytdi. Kanal Plus'ga bergan intervyusida. Keling, hozir men sizga mana shularni batafsil keltiraman. Siz esa shunaqangi tezkor futbol xabarlaridan quruq qolmasligi uchun kanalimga obuna bo'ling. Bu futbolga oid eng yaxshi sahifalardan biri. Unda boshladik. Xo'p, batafsil aytadigan bo'lsam, dastlab Vitinha va Real haqidagi savolga, ya'ni siz Real Madridga kelajakda o'tasizmi deganda, yo'q, Real Madridga o'tish ahmoqlik bo'ladi. Ya'ni PSJdan ketib Real Madridga o'tish. Men PSJda o'zimni baxtli his qilyapman va bu yerdan hali ketish niyatim yo'q. Ancha yillar PSG bilan birga qolaman deb aytib o'tadi. Va Yevropaning eng kuchli yarim himoyachilari haqidagi savolga, ya'ni Yevropaning eng kuchli yarim himoyachilari kim deganda, Vitinha shunday deydi: "Menda bu borada juda ham qiyin tanlovlar bor. Mayli, keling, tuzishga harakat qilamiz" deydi-da. Birinchi o'ringa Pedrini qo'yadi va shunday deydi: "Pedri haqiqatan ham aql bovar qilmaydigan darajadagi futbolchi va u ayni damda tan olish kerak Yevropaning eng kuchli yarim himoyachisi." Keyingi variantlarda esa menda biroz savollar tug'ilmoqda, chunki juda ham qiyin tanlov va Bruno Fernandes, Joao Neveslar bor. Mayli, Bruno Fernandes va Joao Neveslarni keyingi o'ringa qo'yadigan bo'lsak, meni o'zimni ham kuchli to'rttalikka qo'ygan bo'lardim. Demak, menda kuchli uchtalik emas, kuchli to'rttalik bor. Vitinha, Pedri, Bruno Fernandes va Joao Neves deydi. Xo'sh do'stlar, siz Vitinhani fikrlariga qanchalik qo'shilasiz? Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves va Pedri hozirgi paytda jahonning eng kuchli yarim himoyachilarimi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.